Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Moskvadagilar sizlarga ogohlantirish 20-iyulgacha Moskva oblasti targoviy sentrlarida, bu yoqdan проверка bo'lib o'tibdi. Targoviy sentrlarda проверка boshlanadi. Ma'lumotlar tasdiqlangan konkretni. Agar kimda-kim norasmiy ishlayotgan bo'lsa, targoviy sentrlar ichida, ya'ni трудовой договор yo'q bo'lib ishlayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'lib turasizlar. Aynan o'sha трудовой договор yo'qlarga проверка ketyapti. Yaqinda o'zimizda yonimizdagi targoviy sentrlarni ham полный проверка qilishdi. Aynan kelayotgan odamlarni emas, ichkarida ishlayotgan odamlarni проверка qilishyapti. Ya'ni трудовой договор bormi yoki yo'qmi? Hozir ko'chalarda ham проверка konkretni ko'paygan. Masalan, oddiy misol, mana bu yoqda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, проверка ketyapti. Ko'chada ham targoviy sentrlar ichida ham po maksimum dokumentinglarni chiroyli qilib taxlab qo'yinglar. Ishlaydigan joylarda трудовой договор bo'lsa, ularga ham bir-bir qarab qo'yinglar. Charchamanglar, shunaqa yangiliklar o'tkazib o'rmanglar. Agarda siz 90 kundan oshiq Rossiya Federatsiyasida hujjatsiz sababsiz qoladigan bo'lsangiz, bu sizga 3 yilgacha zapret bo'lishga asos bo'ladi. Bizda keyingi zapret turi podpunktum 12, chas 1, statiya 27, Federal zakon 114. Ushbu statiya bilan qay holatlarda zapret qo'yiladi? Misol uchun siz Rossiya Federatsiyasiga частный vizit bilan, ya'ni gostiy bo'lib keldingiz. Siz Rossiya Federatsiyasi faqat 90 kun yurishga haqqingiz bor. 90 kundan oshiq yurishga haqqingiz yo'q. Ya'ni siz 90 kundan oshiq yuradigan bo'lsangiz, bu sizga zapret bo'lishga asos bo'ladi. Bu qoida qanday ishlaydi? Ya'ni Rossiya Federatsiyasida 1 yil davomida faqat 90 kun yura olasiz. Xohlasangiz bu 90 kunda 2 marta keling 45 kundan, xohlasangiz 1 oydan 3 marta keling. Общий qilib aytganda 1 yil davomida 90 kundan oshmasligi kerak. Siz 90 kun Rossiya Federatsiyasida bo'ldingiz 1 yil davomida, qolgan 270 kunini chetda yurishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun aziz do'stlar, 90-270 qoidasiga juda ehtiyot bo'linglar. Sverdlovsk viloyatida rasmiylar migrantlarning avtobus va marshutka haydovchisi bo'lib ishlashini taqiqlamoqchi. GIBDD tomonidan tayyorlangan qonun loyihasining yakuniy matni hozirda viloyat hukumatida kelishilmoqda. Rasmiylar Yekaterinburgdagi og'ir avariyadan so'ng ushbu hujjat ustida ishlashni tezlashtirdi. Ushbu fojia 10 iyunda Yekaterinburgda yuz berdi. Avtobus haydovchisi chorrahadan qizil chiroqda o'tishga harakat qilib, crossover bilan to'qnashgan va odamlarni urib yuborgan edi. Buning oqibatida 4 nafar piyoda halok bo'ldi. Ularning orasida 9 yoshli bola va uning onasi ham bo'lgan. Yana 5 kishi turli jarohatlar oldi. Avtobus rulida mehnat muhojiri bo'lgan. Tergov qo'mitasidagi so'roq paytida u gaz va tormoz pedallarini adashtirib yuborganini aytgan. Haydovchi RF Jinoyat kodeksining 264-moddasi bo'yicha ayblanib, hozirda hibsda saqlanmoqda. Unga 7 yilgacha koloniya jazosi berilishi mumkin. Shuningdek, ushbu yo'nalishga xizmat ko'rsatgan kompaniya direktori ham hibsga olindi. U xavfsiz bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganlik uchun RF Jinoyat kodeksining 238-moddasi bo'yicha ayblanmoqda. Tergovchilar firma haydovchilarining ish va dam olish rejimini buzganini, avtobuslar texnik ko'rikdan o'tmaganini, xodimlar esa smena oldidan shifokorlar tomonidan tekshirilmaganini aniqladi. Ishning ikkala figuranti ham hozirda SIZOda saqlanmoqda. Sverdlovsk viloyatidagi inson huquqlari bo'yicha vakil Tatyana Merzlyakova migrantlarga jamoat transportini boshqarishni taqiqlash g'oyasiga qo'shilmaydi. Uning fikricha, muammo haydovchilarning fuqaroligida emas, balki ularning mehnat sharoitlaridadir. Uning fikricha, rasmiylar ish beruvchilardan talabni kuchaytirish kerak. Sverdlovsk viloyati rasmiylari va kuch tuzilmalari yo'l avariyalaridagi o'lim ko'rsatkichini 2 barobarga kamaytirishni rejalashtirmoqda. Rossiyaning O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berish hajmi 2025-yildagi 7 milliard kub metrdan 2026-yilda 10 milliard kub metrdan sal ko'proqgacha oshishi kutilmoqda. Bu haqda Xalqaro energetika agentligining joriy yilning 3-choragi uchun e'lon qilgan gaz bozori hisobotida so'z boradi. Qayd etilishicha, Rossiyaning Yevropa ittifoqiga quvurlar orqali gaz eksporti 2026 yilning 1-yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5% ga yoki 0,4 milliard kub metrga oshgan. Ayni paytda Turkiyaga yetkazib berish hajmi joriy yilning dastlabki 5 oyida o'tgan yilga nisbatan 4% ga yoki 0,4 milliard kub metrga kamaygan.
Rossiyaning Sibir quvvati quvur tizimi orqali Xitoyga gaz eksporti o'tgan yilgi darajaga nisbatan biroz oshgani kuzatilmoqda. Bundan tashqari, Rossiya Markaziy Osiyo markaz quvur tizimi orqali Qozog'iston hududidan O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berishni ko'paytirishda davom etmoqda. Rossiyaning O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berish hajmi 2025-yildagi 7 milliard kub metrdan 2026-yilda 10 milliard kub metrdan sal ko'proqgacha oshishi kutilmoqda. Rossiyaning suyultirilgan tabiiy gaz eksporti 2026-yilning birinchi yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 8% ga yoki 2 milliard kub metrga oshgan. Bu o'sish asosan Yevropa bozorlariga gaz yetkazib berishning kuchaygani, o'tgan yilga nisbatan 18% ga o'sish hisobiga sodir bo'lgan. Yevropa ittifoqida Repower EU reglamenti kuchga kirmoqda. Unga ko'ra, Rossiyadan qisqa muddatli CTG importi 25 apreldan, quvur orqali gaz importi esa 17 iyundan boshlab taqiqlangan. Bu omil 2026-yilning ikkinchi yarmida Rossiyaning Yevropa ittifoqiga tabiiy gaz eksportiga salbiy ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlarida tabiiy gaz qazib olish ko'rsatkichlari turlicha ko'rinish olgan. Turkmanistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi deyarli o'zgarishsiz qolgan. Bundan farqli o'laroq, O'zbekistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi 2026-yilning dastlabki 5 oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 14% ga yoki 2,6 milliard kub metrga kamaydi deyiladi hisobotda. Qozog'istonda esa xuddi shu davrda sotiladigan gaz ishlab chiqarish hajmi taxminan 8% ga yoki 1 milliard kub metrdan ko'proqqa kamaygan. Ozarbayjonda 2026 yilning dastlabki 5 oyida sotiladigan gaz ishlab chiqarish o'tgan yilgi darajaga yaqin bo'lgan. Mamlakatning quvur orqali gaz eksporti esa ushbu davr mobaynida deyarli o'zgarishsiz qolgan. Ushbu prognozga ko'ra, Yevrosiyoda gaz qazib olish hajmi 2026-yilda 2% ga oshishi kutilmoqda. Shunga qaramay, bu ko'rsatkich 2021-yildagi darajadan 19% ga pastligicha qolmoqda. Stavropoldagi IIVning migratsiya masalalari bo'yicha bo'limiga ishga patent olish uchun kelgan o'zbekistonlik migrantning egnida Ukraina qurolli kuchlari emblemasi tushirilgan futbolka bo'lgan. Bo'lim xodimasi va boshqa tashrif buyuruvchilar unga tanbeh berishgan. Biroq erkak qanday kiyim kiyishni o'zi hal qilishini aytgan. Shundan so'ng Stavropolning Lenin tuman sudi uning ishini ko'rib chiqdi va migrantni Rossiya qurolli kuchlarini obro'sizlantirish to'g'risidagi modda bo'yicha aybdor deb topib, 30 ming rubl miqdorida jarima belgiladi. Erkakning o'zi aybini tan oldi, lekin sud majlisiga kelmay, sud qarorini uyiga yuborishni so'radi. Sud chet ellik fuqaroning ishi yo'qligini, ammo uning qaramog'ida xotini va voyaga yetmagan farzandlari borligini hisobga oldi. Erkakning pushaymonligi yengillashtiruvchi holat deb hisoblandi. Sud deportatsiya qilmaslikka, balki ushbu jazoni uning tuzalishi uchun yetarli deb hisoblab, faqatgina 30 ming rubl jarima bilan cheklanishga qaror qildi. Bu haqda Redovka Telegram kanali xabar bermoqda. Sudning bunday qarori harbiy muxbir Dmitriy Steshinning noroziligiga sabab bo'ldi. Uning fikricha, harbiy mojaro paytida davlat muassasasida dushman ramzlarini kiyib yurganlik uchun 30 ming rubl miqdoridagi jarima ko'rinishidagi jazo juda yengil ekan. Harbiy muxbir rasman ishlamaydigan va raqibni qo'llab-quvvatlashni ochiqchasiga namoyish etayotgan shaxs nega Rossiyada qoldirilayotgani va deportatsiya qilinmayotganidan hayratda. Dmitriy Steshinning fikricha, sudyalarning bunday yengil qarorlari davlat qonunlarini buzadi. Oddiy fuqarolar va maxsus harbiy operatsiya ishtirokchilari esa dushman tarafdorlariga nisbatan bunday iliq munosabatni tushunmaydilar. Rossiyada chet el fuqarosining raqamli profili deb nomlangan yagona elektron tizim yaratilmoqda. U iyuldan boshlab to'liq ishlay boshlaydi. Mamlakat hukumati ushbu bazaga aynan qanday ma'lumotlar kiritilishini hal qildi. Migrantlar haqidagi ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida bir nechta davlat idoralariga MVD, Minselxoz, Minsifra, FSB, MID, МЦС, Роскадастр, ФНС, Минпросвещение, Рособорнадзор, Роспотребнадзор, Bank России va OMS fondiga to'plab yuboriladi. Bu haqda hukumat hujjatiga tayanib TASS xabar bermoqda. Raqamli profilga ismi, jinsi, yoshi, sudlanganligi